Ushbu videoni atigi 15% inson oxirigacha ko'rib tomosha qiladi. Qolgan insonlar esa boshqa videolar, Instagram yoki yangi ma'lumot, kulgili reellar, soxta dopamin. Yo'q, sizni ayblamoqchi emasman. Aslida hammaning miyasida bu qayta qurish jarayoni davom etyapti. O'sha bezovtalik hissi, telefonga qaragingiz keladi, xotirjam o'tira olmaysiz, ba'zilar buni joyida tura olmaslik ham deydi. Va ochig'ini aytaman, oxirgi paytlarda buni o'zim ham boshdan kechiryapman. Kitob o'qiy olmayapman, uzun video tomosha qilsam zerikish boshlanadi, diqqatim umuman jamlanmaydi, uzun metraj filmlarga toqat qolmagan. Ammo ijtimoiy tarmoq doimiy meni girdobiga tortadi. Har kirganimda xursandchilikka o'xshagan yoqimli his keladi. Buni bila olmadim va o'rganib chiqishga qaror qildim.